Bugun sizlarga hech narsadan qo'rqmaydigan smartfonni ko'rsataman. Bu kechagina yangi chiqqan Honor X9D smartfoni. U IP69 ga himoya standarti bilan himoyalangan. Urilishdan, suvdan, jangdan va issiqdan qo'rqmaydi. Keling, ishlab chiqaruvchi kafolatini sinab ko'ramiz va smartfonni qisqa obzor qilamiz. Do'stlar, mana bo'yim 185 cm, smartfonni o'rtacha 2,5 metr balandlikdan keramik plitaga hozir tashlaymiz. Demek birinchi testimizdan smartfon muvaffaqiyatli o'tdi. Do'stlar, endi bizda ikkinchi test, aynan mana shu mahsulotlarga smartfonni ekrani bilan zarba berib ko'ramiz. Undan keyingi holatni ekranning ishlatishini birgalikda zarbadan sinab ko'ramiz. Keyin mana chaqdi. Bundoq qilib kamerani yaqinroq olib keling. Xo'p, ekranimizni ishlatishini ko'ryapsizlar. Tartiblashdimi? Ekranimizda mana ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q ishlashda yoki qanaqadir svetida. Ya'ni ekran ikkinchi testdan ham o'tdi. Bizda uchinchi test. Uchinchi test smartfonni aynan mana shu sudga 1 daqiqa mobaynida ushlab turamiz. Tayyor bo'lsangiz 3, 2 va 1. Vaqt ketdi. Pastga tushib ketdi. Bizda 2 soniya oldi, bir vaqt bo'ldi. Endi smartfonni olamiz va ishlatib ko'ramiz shu jarayonda. Ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa muammosiz smartfon ekrani yondi. Bu ishlashini ko'rishingiz mumkin. Ekran suv, shu holatda mana smartfon ishlayapti, hech qanday muammosiz. Va bizda 3-testdan ham smartfon muvaffaqiyatli o'tdi. Smartfonni yana bir ahamiyatli jihatda aynan X9D smartfonimizda 8300 mAh katta batareya bor. Bu degani 3 kungacha smartfondan bemalol foydalanishingiz mumkin. Biz sizga smartfonni qisqagina obzor va sinovlardan o'tkazdik. To'liq obzori va xarakteristikalari bilan tanishish uchun bizni YouTube kanalimizga o'ting va X9D smartfonimizni batafsil obzori bilan tanishib chiqishingiz mumkin.